Tulki va onasiga yordam bermagan tulkicha. Qadim zamonda qalin o'rmonning qoq o'rtasida bir tulkicha yashar edi. Bu tulkicha juda sho'x va dangasa edi. Onasi uni biror ish qilishga chaqirganda tulkicha doim bahona topar va qochardi. Oyijon, charchadim. Oyijon, o'ynagim kelyapti. Yo'q, oyijon, keyin qilaman. Onasi esa unga har doim mehribonlik bilan javob berardi. Bolajonim, mehnat qilsang, qish kelganda och qolmaysan, quloq solgin. Tulkicha onasining gapiga hech quloq solmasdi. Kundan kunga sovuq o'tib, kuzning salqin shamollari boshlandi. O'rmon aholisi qishga tayyorgarlik ko'ra boshlashdi. Quyonlar uylarga ko'kat tashishardi. Qushlar urug' yig'ishardi. Hatto ayiq jiyda, olma terib asal to'pladi. Tulki onasi ham butun kuchini yig'ib zaxira qilishga tushdi. U har kuni tong saharda o'rmondan meva, urug' va boshqa oziq-ovqat yig'ar, ularni iniga olib kelardi. Tulkining sho'x o'g'li esa o'yin-kulgidan charchamas, onasining mehnatiga e'tibor bermas edi. Oradan kunlar, vaqtlar o'tdi. Qattiq qish kelib qoldi. Qor qalin yog'di, sovuq shamollar ufurdi. Endi ovqat topish oson bo'lmay qoldi. Onasi o'z yig'ib qo'ygan zaxirasidan foydalanib tulkichani boqar edi. Ammo zaxira ham kamayib borardi. Bir kuni onasi unga dedi: "Bolam, men qo'limdan kelganini qildim. Endi sen ham o'zingga oziq-ovqat topishing kerak." Lekin tulkicha hech narsa topa olmadi. O'rmonning boshqa hayvonlari unga yordam bermadi, chunki ularga hech qachon yordam bermagan edi-da. Oxir-oqibat tulkicha ochlikdan qiynaldi va onasining gaplariga quloq solmaganidan afsuslandi. Shundan so'ng tulkicha onasidan kechirim so'rab, mehnatkash bo'lishga qaror qildi. Bahor kelgach, u onasiga yordam bera boshladi. Urug' yig'di, oziq-ovqat to'pladi va har doim mehnat qilish ahamiyatini eslab yuradigan bo'ldi. Ertak bizga dangasalikning yomon, mehnatning esa foydali ekanini o'rgatdi. Har kim o'zining kelajagi uchun mas'uliyatini o'z bo'yniga olishi kerak.